Yangi Digital Nomad vizasi kimlarga beriladi? Janubiy Koreya masofadan turib ishlovchilar uchun yangi Digital Nomad vizasini rasman joriy qildi. Endi xorijlik mutaxassislar Koreyada 3 yilgacha yashash va masofadan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Viza dastlab 1 yilga beriladi, keyin esa uni yana 2 marta uzaytirish mumkin. Lekin bu vizani hamma ham ola olmaydi. 18 yoshdan 34 yoshgacha bo'lganlar Seul, Incheon va Kyonggi-dodan tashqarida yashashni rejalashtirsa, yiliga kamida $37,000 daromadga ega bo'lish kerak. Agar poytaxt hududida yashamoqchi bo'lsa, bu ko'rsatkich $55,000 ni tashkil etadi. 35 yoshdan kattalar uchun talablar yanada yuqori. Hududlarda yashash uchun yiliga $55,000, Seul, Incheon yoki Kyonggi-doda yashash uchun esa $74,000 daromad talab qilinadi. Bundan tashqari, nomzod kamida 1 yillik ish tajribasiga, sudlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotnomaga va tibbiy sug'urtaga